Qani yozib ko'ringlar-chi nimadir? Ana birinchi yozgan odam. Yozmading qiziq. Hammaga assalomu alaykum, sizlar yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi, tuzimsizlar? Xudoga shukr, biz primoy boshlab oldik. Sal kech qoldi, sal emas, yarim soat kech qoldik. Xudoga shukr, kommentariyani ham yo'q oldik. Kim sharofati bilan. Ozgina kiprlarni qo'y. Xullas, bugun primoy efir qilishimizdan maqsad bugun bizada premyera. Yangi taronamizga aldama. Bitta yangilikni aytaman. Biz bu safar klip olmadik. Shunchaki bitta narsani aytaman dedim. Yangilik aytaman. Shu ham yangilik-da. Aha. Nima desam? Xullas, MP3 qilib chiqargimiz keldi bu safar. To'xta, avval mana gaplashib olaylik, salomlashib olaylik. To'xta. E'lonlarni aytamiz. Музыкальный клип. Мы ждем премьеры. Faqat ruscha yozishadi. Привет, sizlar to'slar. Kutamiz, rahmat. Подождите минуту. Хорошо. Привет, как дела? Круто. Ассаламу алейкум, как дела? Zo'r. Ты уронил арбуз? Nima ruscha yozadi? Hamma tushunmayman. Rus tiliga ana qilib qo'ymaganmizmi? Ha, перевод qilib qo'ymaganmizmi? Bizga перевод qilib qo'yapti. Bizga emas-da bu YouTube ishlab. Удалить тебя. Удачи тебе в работе. Спасибо. Anvar qalaysiz? Неужели o'zbekcha yozishdi? Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Anvar, пожалуйста. Xullas, biz primoy qilishni bilmas ekanmiz. Hamma narsa перевод bilan ruscha ketyapti. Brat Abduhamid, что случилось? Hamid sal kech qoldi. San ham primoyga. Qara qo'limizga olib qo'shib qilsak bo'lar. O'rtoqlar, chiqib ketmaymiz, xavotir olmanglar bu safar. O'zi zo'rg'a yoqdi kommentariyani. Hozir qo'limda mana o'chiramiz. Ana. Qanaqa bir to'g'riladi o'zbekcha. Va uyma ikkinchi marta YouTube'da narsani hal qildim. Men YouTube kanal ochgan foyda berdi mana. Nima qilsa bo'ladi? Mana buni sig'mayapmiz-ku. Ya mumkin emas to'g'ri. Mana Zo'roq qilamiz. Mana siz Buni sanikidan o'qiylik bo'lmasa. Mana siz mana siz Qolmayapsan. Yaxshisin balammi? Yaxshisin ko'tar. U shunaqa qilishadi. Boshqa telefondan o'qishadi. Mana shunaqa qilaylik. Charchamadinglarmi? Hormanglar, do'mbitiga bormanglar. Bizni rosa kuttirdinglar. Uzr ham hayajonlanib ketdik-da, nima qilaylik. O'zimizdan rosa kutdingizlar. Anvar aka rosa qidirdingiz, zaryadkalar o'chib qolibdi. Yo'lda qolib ketib qoldim. Istichayna. Zebo deb beringlar. Zebo qalaysiz? Zebo. Uchi? Zebo degan. Bugun Dildora bayrami. Ertaga Dildorga 2 kun bayram. Ertaga ham sovg'alarni qabul qilib olamiz. Nima gaplar? Zo'r, tinch. 25-yilga konsert qachon chiqadi? Menimcha chiqmaydi. Bayram bilan rahmat. Hozir kimni telda primoy qolsa? Men telefonda. Fahriyor telefonda. Dildor opa bayramlar bilan tabriklayman. Doim shunaqa Rahmat. Dildor sizlarga sovg'asin, maqtansinmi? Alloh qanaqmi? Yo'q, Dildor maqtanch emas. Asmir. Assalomu alaykum. Oy, qotib qoldi. Yo'q, qotmadi. Konsert qilasizlarmi? Xudo xolisa albatta. Ba'zi yangiligimiz bor, aytolmaymiz deng. Bomba bo'ladigan yangilik, xudo Bu xolisa. primoyga saqlanib qolamiz. Ko'ringlar. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Omad Dildor opa, bayramlaringiz bilan tabriklayman. Faqat Dildor. Sizlarga ijodinglarga omad tilayman. Rahmat. Bugun hamma tabriklaydi Dildor uchun bo'lsa, o'yinimiz sababi. Qizlarjonlar ham bor. Sizlarni ham tabriklayman bugungi bayraminglar, ertangi bayraminglar bilan. Bu Dildor telefon. Umringlar uzoq bo'lsin, har doim shunaqa kulib, samimiy bo'lib yuringlar. Mana qaranglar. Bu Dildor telefoni, meni telefonimga olaman. Ataylab Dildor o'zini telefonini boshqasiga rasm solgan. Kayfiyat ko'tarilib ketsa o'ziga qarab. Bir ko'rishda sevganim, bir umrga sevganim. Hamid hozir sal ushalib Hamid qoldi. yo'lda probkada. Bizga qiladigan bahonasi bor. Probkada qolib ketdim edi. Nima rejalar? Rejalar zo'r. Kim berdi gullar? O'ziga o'zi oldilar. Bizga pul berdi, biz olib keldik. Negativchilarning gapiga e'tibor bermanglar har doim.
Kelinglar. Sog' salomat, ijodda to'xta, men sizlarni yaxshi ko'ramiz. Rahmat, Anvar, kattaxon. Iroda qalaysiz deb bering. Iroda qalaysiz? Charchamaysizmi? Abduhamid aka har doimgidek kechikadilar. Gapirmaylar va Sizlar ham bilasizlarmi o'zi? Qoyil. Seningiz ismi nima? Yasmina. Yasmina hayotimda 3-chi eshitgan tanishim bo'ldi. Bitta kursdoshim bor. Bitta zaminda singlimiz bo'lardi. Ikkinchisi Faxriyor singlimiz. Ana. Qachon aytasizlar yangilikni? Yangilikni qachon? O, menimcha bittasini hali aytmasa kerak. Qaysi? Yo'q, uni aytmaymiz hali. Ana bor. O'zi bilan bitta zo'r yangilikimiz bor shu. Amanda yana ikkita bor. O'rtoqlar, bu shu yil xudo xohlasa top yangilik sizlarga bizdan kutib turibdi. Charchamayapsizlarmi? Yo'q, Xudo bo'yiz necha Faxriyor? 72 shunaqa. O'rtoqlar, ana endi sizlar bitta hozir kichkinagina yangilikni aytib o'tib ketamiz. Uni Faxriyor aytadi klip haqida. Endi klip haqida bitta yangilik aytsang bo'ladi. Biza bu safar klip olmadik. Shunchaki MP3 qilib rasmimizni qo'yamiz. Bilganinglardek. Yo'q, bilmaysizlarmi? Yo'q, bilmaysizlarmi? Xullas shunaqa qaror bu safar. Gap ekonomda, anonda emas, просто biz o'yladik, что Pulimiz ko'p o'zi. da pul biz uchun nima problema. To'g'risini nima? Chunchigimiz chiqadi kimdaliklar. Ya to'g'risini aytadigan bo'lsa, o'rtoqlar bizda o'sha ashulalar ko'payyapti. Shuni hisobiga hamma ashulaga klip olishga ulgurmaymiz fizически. Bundan keyingi qo'shig'imizga harakat qilamiz klip olishga. Qo'shiqni nomi nima? Aldama. Просто именно klip olmoqchi bo'lgan qo'shiqlarimiz bor. O'shaning uchun ideyalarni tayyorlab qo'yamiz. Bizani bilasizlar, klip olsak, unaqa bitta bachaga chiqib olib kelmaymiz. Случайно. E'zoz qalaysiz? Klip olingan shekilli. U biza klipga tayyorlanganda Instagramga tayyorlanamiz. Qirg'izistonga ham kelinglar, xo'p bo'ladi. YouTube'dagi fan akkauntlarni ham kuzatasizlarmi? YouTube'da unchalik emas, lekin Instagramda ko'proq. Eslab qol. Uylanyapsizmi? Eslab qololmadim. Ijod kim qiladi? O'shada avval ijod qilsin. Senga bergan edim. Keyin uylanadi. Voy, sochim rosa uzilibdi. O'zi bugun ertalabdan uzildi-da. Bitta zo'r savollar beringlar, ko'p bergandan ko'ra. Ana. Javobi bor savol beringlar. Prям ko'p javob beringlar. O'ylanib qoling. Men o'ylanib bu savol diqqat degan narsa beraylik deb unda aylantirib olib nima edi? Qanaqa ko'rsatib bo'ladi. Bilasan? O'sha ko'rsatuvni aylantirib olib qiynaladi-ku. Hamid kirdi. Hamid. Tezroq. Qaydasan bolam? Qaydasan? Xatga kirdi. Sovg'ini olib kelmassanmi? Sog'indim. Dillar to'y qachon endi? Bugun kech bo'ldi, ertaga. Bugun premyera-ku. O'rtoqlar, sizlarga qaranglar hozir aniq aytdilar, naqoratni aytib beramiz. Adama qo'shiq qachon chiqadi? Bugun chiqadi voy. Bugun Nima xabardor emasmiz? 2 soatda chiqadi. Ketdi naqoratini. 3 Nima? 2 1 Aldama, aldama, qiynaverma meni. Sevgan edim bir seni. Aldama, aldama, ezaverma meni. Yuragim olgan sen o'zing-ku. Aldama, aldama, qiynaverma meni. Sevgan edim bir seni. Aldama, aldama, ezaverma meni. Yuragim olgan sen o'zing-ku. Faxriyor ketsiz. Uchun o'xshab qolibsiz. Ya, adashyapsizlar o'rtoqlar, bu anaqa arem bu. Aremga o'xshaydi. Aremga anaqa ishonmaydilar. O'rtoqlar, bu aremga o'xshaydimi aytinglar? Anaqa tekonga o'xshamaydilar. Men tekonman. Dildora opam va Anvar nima sizlarda vashi kibr yo'qda, ayniqsa Shunda menda bormi?
qaranglar, uchta gapdan bittasiga aytib qaytaryapti. Bu sanki bir. Men ulgurmayapman. Sanki birsan deyman. Faxriyor aka zo'r. Faxriyor aka iroda qalaysiz. Qara zo'r deb mana men bilaman, bo'lmaydimi? Nova guruhi qachon konsert Shunaqa beradi? smaylik tashlabdi. Nova guruhi qachon konsert beradi? 5 ta yashagansan. Nova guruh ham bu yil 10-iyul kuni, iyun kunini qachon? Iyun kuni konsert beradi. Ya beramiz xudo xolisi. Bu yil Davasi nasib 1-may. Qaranglar o'rtoqlar, ili xudo xohlasa, bu yil mana to'xtang, men aytish gapim. Xudo xohlasa, Nova guruhi bu yil iyun yoki iyul oyiga plan qilganmiz. Agar mabodo ko'chiriladi yoki kechikadigan bo'lsa, yangi yilga sizlarga konsert qilishga xudo xohlasa. Yo'q, katta ketmang. Harakat qilamiz. Planimiz bor. Plan prям yo'q. Qanaqa desam? Sal boshqacharoq konsert. Uni keyin bilib olasizlar. Uning uchun bir 10 taga yaqin ashula chiqarishimiz kerak, kamida. Bu degani shu yil o'zida bir 10 tacha ashula bizdan kutib qolinglar o'rtoqlar. Yo'q, davaysiz to'xtang. Qo'ldan kelgan. Qancha va'da bermaysiz. Ko'ramiz, hali. Endi biz 1-yil Takishda hali guruh Namanganga qachon kelasizlar? Namanganga 2-aprel kuni yo'lga tushamiz. Nimaga? Ahad ekan to'yi. 3-4 kunlari biz Namanganda bo'lamiz. Biz Namanganliklar bizani kutinglar. Yo'q. Bu qiliq boshqa ma'nolarni bildiradi. Chirchiqqa qachon kelasizlar? Dillor har kuni o'sha. Dillar har kuni o'sha yerdan o'tib keladi. Uyini topsanglar, taqlab padash berib bo'lish fikri kimdan chiqqan? Biz oldindan guruh edik. Zominga ham kelinglar, xo'p bo'ladi. Qarshiga ham kelasizlar, inshaalloh boramiz. Nima Nilufar opa ketmadi sizlar bilan? Olib ketmadik. Yo, hazil Nilufar bilan hali gaplashamiz. Salom alaykum bor. Yaxshi qiz, juda ham tarbiyali, odobli, singil. Sizlarni Tojikistondan kuzatib, sani kim edi? Mana primoyani bo'lyapti deb o'yladim. Ketdim men bora. Telefon qilib qolishdi. Hamidmidi? Seriously, qanaqa kiradi u? kimdir o'qib ketdi. Kirib kelishga kelaman. Kirib ketdimi? Mana o'qib turamiz. Telefon qil. Telefonni ol. Rasman bo'ladi. Mana. Mod bering deb. Mana men bularni Hamid qanaqa Nomer saqlaydi? ko'rinib qolmasin. Mana shunaqa Yo'q, o'yladim. ko'rinmaydi. Yo'q, chiqib qoladi orada. Chiqmaydi. Qo'rqadigan bo'lib qo'yamiz biz. Anaqada studiyada o'tiramiz. Buxorocha. Xudo xohlasa Hozir hamma. Anvaraga chiqyaptilar. Tegdamikan kelib lokatsiyani? Keldingmi? Zominga qachon kelasiz? Yo'q, biz to'g'risi Shu bilmaymiz, qachon qayerga borishimizni, bu hali planda bo'ladi, ishga qarab. Hamid aka munis nimada? F A F. Hamma insofsiz. Ha, qaranglar. Insofsizlar ko'p ekan. Birinchisi Hamid, ikkinchisi Faxriy, uchinchisi Anvar aka. Men bu oyim panika qilib tashamaylar faqat. Oyim bu. Faxriyga qachon 1 million bo'lasiz? Instagramdami? Bu ham niyatda bor. Короче. Xudo xolasa. Men bu Jami. Qani insof bersin. Niklari qaranglar. Andijonga ham kelyapti. Xo'p. Faxriy aka farzand suhbatimi? Faxriy aka qachon keladi? Anvar aka qachon keladi? Faxriy eng yaqin o'rtoq. Eng yaqin o'rtog'ingizmi? Faxriyor eng yaqin o'rtog'ingizmi? U Salmanga emas. Faxriyor eng yaqin o'rtog'ingiz. Biz hammamiz eng yaqin do'stmiz. Nova guruhi bir komanda. Yo, biz do'st emasmiz, biz oilamiz. So'lib qolmaydi. Men bu rasmni chiqarib kerak. Bolam meni, bolam. Yo, asli şey yo'qam yo'q. Lolajon, meni lolam. Aldama qiynaverma meni. Sevgan edim bir seni. Aldama Ko'rinmayapti. meni. Tak, nima savolinglar bor?
Har doimgi kech kelib keladi. Qani podarka? Qani? Buni menga Faxriy berdi. Siz Lola berdingiz. Uchalamiz olamiz, ha? Hamid qani podarka? Ana. Qalaysan? Wow, wow. Da, efirda so'rash qo'yaylik biz ham. Qani qo'ying. Yo'q, yo'q, bu yog'idan. Avval. Mana yetadi. Surat. Qatga? Ashga shura surat. Men betga kel Faxriy. Nima kalla qo'ydinglar? Surat. Hozir. Kallani manimcha уже etib Yo'q, bo'ldi. tur. O'rman ham ko'rindim как раз. Nima deb kalla qo'ydinglar? Ayni Anvarga ko'raman. Sen surlaylik. Yes, biz yig'ildik, biz bir jamoa bo'ldik. Biz keldik. Zominga ham konfet beringlar. Ne qotib qoldi? Konfet nima ma'nosi? Ahmed bergan bo'lsa, Indoneziyadan birga yurgan ekanmiz, to'rttalar. Polnida. Faxri kuldirib turibdi. Boyigram Nimaga? o'zim kelolmayman. Kulishga kelasizlar. Nega qotibdi demoqchi edim. Mana bu. Va qotmayapti. O'rtoqlar buni saqlanib qo'yaylikmi? Keyin bemalol yana Qachon to'y Faxriy? Niyatinglar bormi? Yo'q, hali yo'q to'y. Ertaga men kuyov jo'ra bor. Mancha. Qiz kim? Siz kuyov jo'rasiz. Ye, he. Ular o'qiydi, biz javob beramiz, da. O, mana ma'lumotmi? Ha, o'qicha. Zarafshon shahriga ham kelinglar, xo'p bo'ladi. Firzabonu Yo'q, qalaysiz? Sizlarni qiziq yaxshi gaplar. ko'ramiz, rahmat. O'zimiz o'qiymiz, qiynalib bo'lsa ham. Qachon to'y Faxriy? Jungkookni uzun market versiyasi Faxriy ekan. Xitoy versiya demadinglar. Televizor ko'raylik. Televizordan qo'yaylik demayman. Ulash kerak anamga. Yo'q, ulaguncha. YouTubedan birinchi bu qo'yibsizlar. Agar konsert bersanglar, yangi O'zbekiston bog'ida berasizlarmi? Ya, bilmaymiz. Qanaqa qilib o'rtoqlar? Katta konsert etyapsizlarmi yoki mehmon bo'lib borishimiz mumkin? Eng qiziqarli. Saralab o'qiymiz. Soat 30 da tugatamiz primo. O'rtoqlar qaranglar. 30 da tugatamiz primo. Kech qoldik. Bola davay kelishaylik. Siz chiroylisiz, siz zo'rsiz, siz menga o'xshaysiz yoki sizlarga salom degan narsani o'qimaymiz-da. Undan boshqa konkret savollar bo'lsa o'qiymiz. Nima deysizlar? O'zib ketgan. Boshqa savol kelmayapti ham. Salom Dildora opa, bayramlaringiz bilan hammalarni yaxshi ko'raman. Aldama qo'shig'inglar super, rahmat kattakon. Kecha primoy deydi. Ana Liza. Hamid aka buni seni sevasizmi? Bu yoqqa qara. Tushgan savolni qara, shuni ko'rganimni qara. Hamma o'ziga kerakini o'qiydi-da. Andijondan Cityga ham, Andijon Cityga ham kelinglar. Andijonda City bormi? Ha, Andijon. O'zim bilmas ekanman. Endi Katta shahar. Andijon City'dagilar aloqaga chiqinglar bizga, konsertga chaqiringlar. Ular o'qish niyati yo'q menimcha. Qani bir xil u. Mayli. Salom. xotin. Qalaysizlar? Anvar aka qizingiz bormi? Yo'q, bo'yroqman o'rtoqlar, hali vaqtinglar bor. Rosa harakat qilyaptilar. Qiz bola ekan. Qiz bola emas, joyim yuragingda. Barchalar ro'za tutinglar-da. Dildora opa, men sizga sovg'a bergandim, oldin yoqqaningizda. Kalla bo'yicha kelsizlarmi? Hali tushuntirib olasan. Men sizlarni Qozog'istondan kuzataman. Juda yaxshi ko'raman. Omad tilayman. Sizlarni ko'rish niyatim bor. Davay, bunisi nima gapimiz bor? Etaylik. Tak, yengillikni etmaymiz. Marina Mestilami? Amerikada konsert Humo Arena sal qoldi etib qo'yishdi. Humo Arena sal qoldi etib qo'yishdi. Humo Arena'nimi? Aytib qo'ymaylar. Aytmaymiz. Xullas, o'rtoqlar, aldama qo'shig'ini biza sizlarga olib chiqishimiz jarayoni juda qiziqarli bo'ldi. Ham Anvar aka qo'rqaman. qiziqarli bo'ldi, qiyin bo'ldi, ko'p kutdik. Anaqa misol uchun yaralish jarayonini aytaylik. O'zi aslida bu qo'shiqni qanaqa tanlaganimiz ham qiziq bo'ldi. Nechta qo'shiq chiqdi? Yo'q. 100 tacha qo'shiq orasidan tanladik. O'zi nova bo'lib yaraldi-ku. Eng birinchi qo'shiq yaralgan shu bo'ldi. Keyin buni anchadan beri olmoqchi bo'lib yurdik, o'yladik. Eng birinchi yaralgan qo'shiq shu bo'ldi. Oxiri niyatga yetdik.
borib, ana ovozimizni tekshirib Eng qizig'i kimga yoqmadi? menga yoqdi. Faxriyga yoqmagan. Ha, Faxriyorga umuman yoqmadi. Yoqmagan uchun shu qo'shiq olmayotgandik. Lekin bu qo'shiq, gapiring. Gapir. O'tiring. Lekin qo'shig'ing prime shirin joylaridan bittasi Faxriyorniki. Bilmayman nega Ishlamizmi Faxriyorga o'shanda? yoqmagan. Ishlamimiz. Yo'q. Keyin bilasanmi, o'rtoqlar qo'shiq yanvar oyida, yanvar boshida tayyor bo'lgandi. Biz juda ko'p tortishdik, juda ko'p Klip olamiz, yo'q, olamiz, kelgusi olamiz. mana shunaqa narsalar oxiri olmaslikda to'xtaldik. Sababi bundan keyingi qo'shig'imiz ham uzoq kuttirmasdan tez уже tayyor turibdi. 3-qo'shig'imiz. Unga klip olib, uni klip bilan taqdim etishimiz uchun bunga aniq qilmadik. Ishoninglar, agarda bunga ham klip olganimizda endi baribir boshqalarga ham nom qolish kerak degan gaplar bor-ku, o'shaning uchun aniq dahshat qilib qo'ymaylik ikkalasi. Otib tashlayla. Misol uchun Benom guruhiga nom qolish kerak, to'g'rimi? Eshitsanmi? Misol uchun Benom guruhiga nom qolish kerak. Meeting room ekanman, bu uchrashuv xonasi. Qaranglar, tak, isho nima? Bundan keyingi qo'shig'imiz nomini aytmaymizmi xatar? Lekin bundan keyingi qo'shig'imiz ham A harfidan bosh nom. Unga ham klip bo'lmaydi. Yo'q, bo'lishi mumkin. 50-50. Qanaqa ketishiga bog'liq, unda avvalo. Agar reelslarimizda aktiv bo'lib, prosmotrlarini 5 million, 10 million qilib tashlasanglar, keyingi qo'shig'imizni biz sizlarga va'da beramiz, klip shunaqa zo'rdan qilamiz. Misol uchun vertolyotda uchishimiz mumkin klipda. Короче, просто bitta katta narsaga qo'l uramiz ham. O'shaning uchun sal emas, ancha bunda ishlarimiz zich bo'lib qoladi. Ya'ni bular yo'qolib ketdi deb o'ylamanglar. Biz endi ana yiqilganimizda biz yutamiz deydi-ku. Shunaqa. O'zi anari ketganda, mani gapini. Gapir. Biz yo'q, aytmayman. Antu ketadi. Yiqilganimizda yengamiz. Bo'ldi. Rasmga olayapman. Qaranglar o'rtoqlar, Dildor rasmga olish uchun men egilib turaman. Faxriyor orqaroq turadi. Bo'ldi. San'at asarmi? Eng qizig'i san'at zo'r chizibdi-da. Nova. Dildormi? Qani o'rtoqlar, zo'r SMS-ni kelyapti, o'qimayapmiz, rostdan. San'at. Urushda tanki ichida bo'lsa topib olib eshitayotgan qo'shig'im deb bit taxliman. Qo'shig'inglar chiqsa prям 10dan 10 ketadi. Vau. Tak, yana nima yengilligimiz bor? Agar video yasanglar o'rtoqlar, xudo xolasa, ashulamiz chiqqandan keyin editlar, eng zo'r editlarni misol uchun nima qilamiz? O'zimiz ya'ni keyin aytgancha primoy bizni premyera vaqti qilmasligiga qaror qildik. Короче, oldinroq qilib qo'yaylik dedik. Buni просто загрузить qilamiz. Bu premyeramizni unaqa katta qilib o'tkazmayapmiz. Bu premyeramiz iftorlik oila davrasida. Da. Iftor. Istora qo'yishimiz mumkin. Da, Instagramda ham biz aniq qilib qolish, prямой efir qilib qolishimiz mumkin. Atak niyatimiz yo'q edi bu safar. Yana bitta gap, o'sha ashulani kommentariyasiga misol uchun qanaqa savolinglar yoki fikringlar bo'lsa yozib qoldiringlar. Agar ismimiz qatnashgan bo'lsa, har bittamiz o'qib chiqib, har bitta kommentariyaga o'zimizning YouTube akkauntimizdan ответ qaytarishga harakat qilamiz. Kстати, keyin videolar ham yasanglar editlar. Keyin yomg'irlarni qo'yib bizani. Qaysi edit zo'r chiqqan bo'lsa, o'zimiz sразу storyga qo'yamiz. Ha, bolalar va'dami mana. Bugunning o'zida kamida 5 ta 6 ta har bittamiz bittadan editda добавить qilamiz. Kamida 5-6 ta. Atak zo'r ketaversa 10 ta ham qo'yib yuboramiz. Shunda общий 40 ta добавить qilishimiz mumkin. Отметка qilinglar faqat postda. Post story emas. Ha, postlarni storyga qo'yamiz. Da, chunki story nimagadir, qanaqadir обновление bo'lgan, bizga bundoq SMS kelmayapti. Bizga bemalol отдельно kirib chiqish. Postlarni отметка qilib qo'yinglar. Qara Hamid, meni Texyonga o'xshatishdi. Meni Arenga o'xshatishdi. Buni kimga o'xshatasiz Hamid? Hamid jinga o'xshaydi. Kal ishtirokchisi yo'qmi bittasi bir? Kachokmi? Kal, просто sochim salamim deysang. Hammaga tegib ketibdi-ya shuningda. Biz hamma komment yozganiga men ham yozib qo'ydim. Sen nima yozding? Men beramizda shu sovg'andim. Sen nima yozding? Masmayli. Mana masmayli. Men bunday kulgan smayli tashla. Sen quruq kirib kelding. Hozir bular bilan men kech keldim. Bilasanmi uyimda nima bo'ldi?
Hamid jinga o'xshaydi deyaptim-da. Jin. Chiroqni Aladdin. qalasa ichidan chiqib keladigan jingami? Yo'q. Ha. Va Anvarga o'xshatgan narsangizni qara. Bizda demadingiz, qanday ham deysiz? Mameddan mo'ylovlari turadi-yu. Mamedda bor-ku. Va Dillar endi asmir qiladi. Yo'q, qilmagan shu asl. Hi Barbie, Это Orig. you wanna Orig. Original. Yana Elms turibdi, imamda yashil paketda Gucci No, turibdi. buni originalda beta olmayman. Bu original. ekanmi? O'zim ham qiziqdim. Hamidsan berganmi? Interesno. Eng qiziq Dillar sovg'asi Anvarga o'zi berganlik. Yo'q, Hamid ber, men narigisini berdim. U yerda nima? Qani, mani paketim qani? U yerda nima? Mana ekan. Nima bilasizmi yo? Ha, bilaman. Nima? Senga nima aytaman? Mana padarkam bilan olishmoqchi o'zlaricha. O'zinikini ochsam ochtirmayapti. Obida Safina ochaymi deyman. Xo'p, o'rtoqlar, zo'r SMS keldi. Faxriyor meni sevgan yigitimga o'xshaydi. Men bilan bir kun gaplashib bera olmaydimi? Davay gaplashib beradi. Nomeringizni Zo'r berar ekan, nomeringizni tashlang. Hatto unaqa narsa yo'q. Mana. Faxri, Nomeringizni tashlang. mana Faxriyor Просто o'xshaydi. meni sevgan yigitimga juda ham o'xshaydi. Men bilan gaplashsa bir kunga 100 dollar beraman. Yo'q, unaqa arzon emas. 2000-3000 dollar bersanglar, men o'zim ko'ndirib beraman. Dildora Faxriyor bilan video olinglar qol bo'ladi. Bizda shunaqa xizmatlar mavjud. Shahriga. Faxriyor YouTube'dagi kommentlarni o'qiysizmi? O'qiydi. Nimaga Faxriyor akani unashtirilgan deyishyapti. Xalq nima degisi kelsa, qanaqa PR qilgisi kelsa qilaveradi. Kimdir? O'rtoqlar, menyuyimizda. Yigitim yo'q deb Faxriyor Hamid men kuyinmang, turganimizda. opa. Nima yigitim yo'q? narxi qancha? Bir kunga. Kuyinmang. Yoningizda shuncha do'stingiz bor, opa-da. Bitta yigitni o'rnini bosadi bilan. O'zi qizg'anadi, mana bunaqa narsa qo'yma, mana bunaqa narsa qilma deb urushdan turamiz. Ana. Bir yil Anvarga ushlatdi. Bir yil o'rmatdi. Video tayyorni Hamidni atimi qilib bo'lmayapti. Chunki sizni cho'rniga tiqib qo'yganda, bu kibr. Siz qachondir nimadir deb yozganmidingiz mana? So'kab Yana o'sha biz yomon. Oting barcha o'qingiz, soching zahar do'qingiz. Siz bosgan har iz yomon, siz yaxshi yo'q, biz yomon. Tarararay tay. Tushku desang yarmi? Hamid o'tir. Come on guys. Bu ashulani aytmaydi-ya, toza aytganimizdan bo'lib berib yubormasin endi. Qalasizlar. Zo'rmisizlar? Qachon iftorga qilamiz, papichlar? Birga o'tirib, Sen menga qarab kiyingansan deb fanatimsan. Ammani ko'zma. Yo, men bu qarabsam. Nima qotdi bu bilan? Hamid aka вообще kibr bo'lib ketdingiz, xafa bo'ldim sizdan, Munisopadan ham. Ikkalamiz sizga nima qildik? Nima aybimiz bor? Aytingchi menga. Aldama musiqasi juda zo'r chiqqan. Hali eshitmadingiz-ku, Abduhamid Iroda qalaysiz bering. Boydan beri Iroda dediku. o'rtoqlar, screenshot qilinglar-da, ikkalamizni qo'yinglar. Ani o'pishtirib olinglar nima deysan? Ayida. Shuning dedek. Screenshot qilinglar-da, best friend deb qo'yib olinglar. Meni ham qo'shib olinglar. Rek, ishoninglar, Babayni Rek qilaman. shunday uchadi. Hamid yana sal o'ldirib o'tir, sig'may qolib qolaman. 5 saniya. Ozish Screenshot kerak. qilinglar. 4 3 2 1. Birinchi kelgan atmetkani shundoq qo'yaman storyamga. Aynan. Zo'rimiz hali iftorga bor. Abduhamid aka koreys bolalardan chiroylilar. Voy tat. Mana ko'rib o'tiribman. Kim qo'ysa shundoq. 29 ta story. Abduhamid aka reis bolalardan chiroyli. Uzr hozir Hamid ro'za emasmi? Yo'q, afsuski. Hamid Munisani sevasini yangi qo'shiqlar aldama juda ham yoqdi. Omad tilayman. Hamid aka meni sevasini. Instagrammi nomi. Shu turdik. 10 minut. Skidka. Qo'shiq zo'r chiqdi, omad. Zo'r ofisda lekin mas. Davay sotamiz. Oyda ma'lum. Anvar aka qalaysiz? Mana ko'rib turganingizdek zo'r. Nima ketdi? Hamid YouTube nick nima? Boya kirib yozishdim bular. O'qimadi cho'ka. Yo'q, kimdir o'qidi. Buncha chiroyli bo'lib ketdinglar. Dillar bilan qo'shib.
Biz anaqa, mana bu yerdan komment yozsak bo'larmikan? Biz ham pin qilib qo'yib. Yo'q. Bo'lmaydi. Hattasizlar Bo'y yomon kalla bo'ladi. qo'ydim. Ye. Munis bilan nechta yildan beri shularni guruhlar zo'r familiyaga omad. Instagramda shunaqa Hamid aka O'qinglar normal. Kim- Bitta topinglar savol, bu o'shanga javob berib bugungi o'tiramiz. premyerani televizordan beradimi? Albatta. YouTube'dan Ahol televizordan shu YouTube'dan beradimi? qanaqa telefonda ko'rishadi. Mani televizorimda masalan YouTube bor. Munisani sevasmi sevadi. U degani Boshqa televizordan filmlar ko'rsatadi degani turishga emas. ulgurmadim. Endi kech, asalcham. Qirg'izistondan salom, assalomu alaykum. Dildora opa juda chiroyli bo'lib ketibsiz. Rahmat. O'zi oldin ham chiroyli Agar edi. screenshot O, qilasan, da. O'rtoqlar, screenshot qilinglar. Birinchi aytmayotgani mana hammamiz qo'yamiz, xudo xolasa. Faqat va'da beradi. Bo'ldi. Sen bo'lsa saqlansan bo'ladi. Abduxon. Kimlar ro'za? Ro'zamsan? Men ro'zaman. Kimlar tutding ro'zani? Ayam bilan. Faxriyozdan video ko'ryaptimi? Neujeli? Faxriyotdaman. Faxriyot Asal tushdi. Faxriyot cringe bo'lib qolibdi, deyman. O'qib olmas mana. Men Instagramda o'tiribman. Birinchi kelgan atmetlarni shunday Xorazmga qo'yaman. kelinglar, xo'p bo'ladi. Qalaysiz Abduhamid? Gapiryapman. Faxriya sinfdoshga uylandi deb aytyapti. Keldi. Keldi o'rtoqlar, Abduhamid mana. fan. Bu. Mana o'sha dillar qo'ydi. Yo'q, boshqa bu. Mana Bilaman fanlarim. bu. Bayam tushgan shunaqa deb. Hozir endi Faxriyot. Men ham qo'yaman. Mana siz tushibsizlar-da, ha. Просто вот Hozir qo'ying. sani ham qo'y. Говори привет. Tez. Привет. Eng qiziq savolni qaranglar. Mana kimdir savol berib qo'ysa-da, o'rtoqlar. Salom, qaranglar, kelajakda hammanglar turmush qurasizlar. Bo'lajak turmush o'rtog'inglar meni yoki guruhni tanlang desa, nima javob Mana berasizlar? shunaqa savol Hozir bersa hammasi bo'ladi. kavlidida guruhni deydi. Uylangandan keyin hamma xotin Yo'q, tanlab ketadi. yo'q, qara. Masalan biz o'g'il bolamiz. Biz tanlashimiz mumkin. Lekin sanchi? Men to'g'ri endi men oilam deyman. jinnilar. Men erimmi? Davay hozirdan chiqarib yuboraylik. Yo'q, hazillashdim. Men nima bo'lsa ham sizlarning yoningizda. Paka erga bermay turamiz-da, o'shani. Yaxshi, tushunadigan, bizdan olib ketib qolmaydiganini kelsa, keyin beramiz. Ha? Ну ham Nova guruhi zo'r. Rahmat. Nima dedinglar? Nima dedinglar? Biz Mana hali beri erga berishmas ekan. Mana biz sabr qilamiz, kutamiz. Qachonki bizdan olib chiqmaydigan, bizdan qizg'anmaydigan odam uchrasa, keyin beramiz. Men-ku erga beraveraman kelsa ketsin. Xohlasanchi? Mana bu yerda bitta savol berishibdi-da. Kimdir men Telegram kanalimga video tashlamoqman, kiringlar. Bittasi savol beribdi. Sizlar kelajakda turmush qurasizlar, turmush o'rtog'inglar meni yoki guruhni tanlaysan desa nima deysizlar debdi-da. Bularga aytmoqman, sizlar baribir xotininglarni tanlab ketasizlar deyapman. Bizlar-ku mayli o'g'il bolamiz, sancha deyapman. Конечно, oilam deyman, oilam. O'shaning uchun yigitlar tez harakat qilinglar deyman. Jinna. Anvar aka Bibi opani taniysizmi? Ye, Bibi ismini bir to'g'rilab aytinglar-chi. Oldin meni Papi degan o'rtog'im bo'lardi. Abduhamid Texyonga o'xshaydi. Yo'q, mana adashyapsizlar. Mana Texyon. Bu Jungkook o'xshaydi. Blackpinkdan Beyonce kim? Blackpinkdan Beyonce kim? O'rtoqlar, biz hech kimga o'xshamaymiz, biz o'zimiz. Kim yoqar senga? Rozami? Liza. Ro'za yaxshi Liza. qo'shmaydi. Liza nasıl? Lisa. Yo'q, o'zi La Lisa. Lekin eng zo'r qo'shiqchi Bruno Marsda. Yaqinda yangi romantik qo'shiq chiqardi-yu. Aytaverdim. Aytchi, o'rtoqlar. Aytmasin. Ovozini pardalariga maza qilinglar. Keldi o'rtoqlar, keldi. Keldimi? Bu ham Abduhamid fan ekan. Voy, sizlarga Mashina qilaman men. Anvar ko'zga Aldamani qo'y. undoq qo'ying. Aldamani qo'y. Aldamani qo'y. Meni kupletimni qo'y berdilar. Qo'shin meni kupletimni qo'y. Nima? Eshittiramiz. Bularga do'stsanmi? Hamid ham qo'y bersin bo'lmasa. Nima, o'zi 5 minut. 5 minut o'chadi. 5 minut o'chadi. Nima savolinglar bo'lsa beringlar. Tez Qoraqalpog'istondan ham Qo'shiq aytib bering. kelinglar. Voy, Qoraqalpog'istonga ham o'tamiz, xudo xolisa. Bitta esni kim yaxshi ko'radi manni? Shukrona deb bering. It's me, yes. O'rtoqlar, ko'zim sal o'tmayapti. Juda kichkina yozilyapti. Shundalar o'qib tursa. Zreniya pastmi?
Hammasini o'qi, Andijonga ham kelinglar. Hamma o'tirib olsa, uni o'qisi bo'ladi. Mana Izzatil men Xorazmdan salom. Baxtiyor aka guruhdan ko'proq kim bilan tortishasiz? Faqir guruhda kim bilan ko'proq tortishasan? O't normal. Manmi? Sen bilan. Sen bilan, men shu bilan ko'p tortishaman. Ishoninglar, shunaqa erinchoq. Ana faqat tayyoraga borsa, o'shanda ham kech qolib boradi. Tayyoraga borsa. Uyga borib kiyimlarni dazmollab, biz uni tayyor qilib olib borib qo'yishimiz kerak. Bu chiqib bersa bo'ldi. Xayolida. Nada будет. Добавить qildim, nada будет. Ana o'rtoqlar, men va'da berdim, mana bajardik ish va'damizni. Yo'q, o'zi hammasi bilan tortishar ekanman. Endi kech-ku. Asarlarim. Ko'proq Anvar aka bilan tortishasan. Yo'q, sen bilan. Men hech kim bilan Men tortishdim. bilan bugun boya bir marta tortishdik yo'lda. Keyin banjaramiz bir-birimizni ko'rgandan keyin kulib kelyapmiz. Anam balam. Kim? Kelamiz deyman. Sochimaydi. Hamid aka Jonboy tumanini bilasizmi? Samarqandni. Men bilaman. Men ham bilaman. Kelamiz ham o'zi Samarqandlimiz o'rtoqlar, bu Qirg'izistondan. Qanaqa Qirg'iziston? Qozog'iston chegara. Yo'q, Qirg'izistonlik bo'lganimda men hammaga yetardim. O'rtoqlar, lekin bor-ku, men Qozog'iston chegara bor-ku, mana shu o'rta. Sergelida. Eshitdinglar mana. Qozog'iston chegara, mana Qozog'iston bilan O'zbekiston o'rtasida askarlar turadi, men aytdim, bilasizlarmi? Qozog'iston boshqa tarafda. O'sha yerda turadi o'zi ham. Prikol qilyapti. Yo'q, o'zi Sergeli prosta chetroqida turaman, to'g'ri. To'g'ri, ana. Sen chetrog'ida. Yer chetida turadi. Uylardan bir 5 kilometr uzoq. Buni uyidan keyin bor-ku, boshqa uy yo'q, chegara keladi shu bilan. Yo'q, unaqa emas. Rostdan Qirg'izistonga o'xshaydi. Yo'q, prosta men европейский внешность. Voy! Endi sizlar prosta mana Buni uyga borguncha 3 ta politsiyskidan o'tib boraman. 3 minutimiz qoldi. Yana arag'am bor-ku, katta. Endi Hamid aka sizdan xafa bo'ldim. Xafa bo'lmang. Xafa bo'ldi. Ko'proq aktiv bo'linglar, xop bo'ladi. Keldi bahor, gul bahor. Ne, bez guruhidan ketdinglar. Hamid aka O'zimiz keldik, biz rivojlanamiz keldik. o'rtoqlar, mana hozir mana shu savolga kichkina. Yo. Sizga bir qo'rqadi olasiz. Kichkina narsa aytamiz. yuragi Biz kuladi. rahmat aytamiz. U yoqda hech kim bilan urushganimiz yo'q. Shu paytgacha ta'lim bergan ustozlarimizga kattakon rahmat. Shunchaki biz bundan buyog'iga yanada kattaroq qilali ustida ishlagimiz keldi. Yanada qo'limizdan kelgancha agar o'sa olsak, o'sgimiz keldi. Da, biz rozi bo'linglar deb chiqib Hech kimdan biz xafa emasmiz. Iltimos qilamiz, ular ham bizdan xafa bo'lishmasin. Agar bo'lishsa. Lekin o'sha yaxshi ko'ramiz. Qani, Qaysi savol o'tib ketdimi deyman. zo'r savol o'tib ketdi. Все, давай, 1 minut qoldi. Давай. Minuta. Qaylashamiz. Все. Anam balam esizdami deyapti. Anvar aka menga aytiling. Premyeraga o'tinglar, izlar soat 19:00 da. Qo'shiq to'g'risi. Mani 19:00 da kommentariyaga yozinglar. Mani Faxriy zo'r aytibdilar. Hammalardan komment kutamiz. Chiroyli. Kimni joyi yoqdi masalan. O'sha qo'shiq haqida fikringlarni kommentariyada kutamiz. Faxriy chiroyli aytibdi bu kommentariya. Kel Dildor, kel sanam, kel. Nimadir-da. O'rtoqlar, mana ashulani. Я вас люблю. Ashulani gapirdim. Мы вас любим. Gap I love you. bo'ldi, Ben qo'yinglar. Ben sizlarni çok seviyorum. Gis durmaysan. Hozir yana koreyslar, xitoychalar. O'rtoqlar, mana kirib ko'rasizlar-ku, mani maqtanglar deb o'tirmayman, chunki zo'r joyini o'zingizlar maqtaysizlar bilaman. O'sha mana o'sha konflikt boshlanyapti. Все, давайте qaylashamiz, vaqt bo'ldi. Hammaga Bayram yaqin Dildora opaga sovg'a tayyorladingizlar. Iltimos javob bering. Yo'q, men bularga hech narsa olganim yo'q. Bular so'payib kelishdi. Faxriy restoratsiyaga kirsanglar ko'rasizlar. Xayr, sog' bo'linglar. Hammaga xayrlaringizlar, hammalar yaxshi ko'ramiz. Charchamanglar, 5 sekunddan keyin o'chiringlar. Avvallardan qolsin, hamma yetmasin. Endi ushlab o'tiradi. Qani podarkalarimni